O'zbek va tojik xalqlari azaldan madaniyati, qarashlari, irodasi, intilishlari mushtarak ikki buyuk xalq. Tutash tomirga ega millatlar ming yillar davomida do'stlik, birdamlik, hamjihatlikda umrguzaronlik qilib kelgan. E'tibor berganmisiz? O'zbek va tojik milliy an'analari, musiqasi, bayramlari, hatto taomlari bir-biri bilan uyg'un. So'nggi yillarda ikki mamlakat rahbarlarining siyosiy irodasi tufayli tarixiy aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi. O'zbek-tojik munosabatlari abadiy do'stlik, ko'p qirrali strategik sheriklik darajasiga yetdi. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari yanada yaxshilanishi natijasida Toshkent va So'g'd viloyatlari o'rtasida ham birodarlik aloqalari yo'lga qo'yildi. Tovar ayirboshlash, ijtimoiy gumanitar sohalardagi aloqalar ham yangi bosqichga ko'tarildi. Zangiota tumani faollari do'stlik va hamjihatlik ulug'langan yurt shiori ostida Bekobod tumanining Istiqlol mahallasiga tashrif buyurdi. Tadbir do'stlik va ahillikni mustahkamlash, milliy qadriyatlarimizni keng targ'ib qilishga qaratilib, mahalla ahli bilan samimiy uchrashuvlar hamda madaniy ma'rifiy dasturlar bilan boyitildi. Tadbir davomida mehmonlar xalqimizning boy ma'naviy merosi, qadriyatlari va san'ati bilan yanada yaqin tanishish imkoniga ega bo'ldilar. Folklor jamoalari va san'atkorlarning qiziqarli chiqishlari bayramona kayfiyat bag'ishladi. Do'stlik va madaniyat karvoni ko'tarinki ruhda davom etib, yurtimizdagi tinchlik va barqarorlikning bebaho ne'mat ekanligi yana bir bor yodga olindi. Bu yerda Taqachi qishlog'iga kelin bo'lib keldim. Albatta, mana shu maktabda ishlab kelmoqdaman. Mana shu davrlar orasida bir qanchagina qiyinchiliklar bo'lib o'tdi. Bu orada men mana shu O'zbekistondan Tojikistonga bora olmay qoldim. Lekin baribir mana shu 2020-yil prezidentimiz tomonidan menga O'zbekiston fuqaroligi pasporti berildi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Nafaqat men, balki oila a'zolarimiz ham bundan juda ham xursand bo'lishdi. Buning uchun men prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Bugungi kunda mana shu O'zbekiston va Tojikistonga bemalol chegaradan o'tib borib kelyapmiz. Hech qanaqangi qiyinchiliklar yo'q. 2019-yildan beri mana shu Taqachi mahalla fuqarolar yig'inida xotin-qizlar faol bo'lib ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kunda bizni Taqachi istiqbol mahallamiz Tojikiston bilan chegaradosh bo'lganligi sababli Tojikistonga bordi, keldi qilish, mana xonadonlarga yurganlarimizda kelinlar tushgan bizga Tojikiston fuqarolari ko'p xafa bo'lishardi o'z yurtlariga bora olmaganlardan. Hozirgi kunda prezidentimizning sa'y harakatlari bilan bo'layotgan hamdo'stlik rishtalari bog'langanligi sababli yo'llari ochilib, Tojikiston bilan O'zbekistonga bordi keldi, qarindosh urug'chiliklar bo'lib kelmoqda. 95-yillarda biz ham o'zimiz Tojikistondan kelin tushirganmiz. 2005-yilda Tojikiston yo'llari yopilganligi sababli bizni kelinimiz 7 yil mobaynida o'z ona yurtlariga bora olmay yurgandi. Mana o'zlarining yurtlariga bordi, keldi, yo'llari ochilib, mana qarindosh urug'lar bordi, keldi qilishni boshladi. Biz bundan xursandmiz. 39-umumta'lim maktabiga kitoblar to'plami sovg'a qilindi. Ushbu ezgu tashabbus maktab o'quvchilari va ustozlar tomonidan minnatdorchilik bilan qabul qilindi. Bekobod tumanining mehmondo'st aholisi tadbir taassurotlaridan hayratda qoldi. Ularning minnatdorlik so'zlari va shukronalik tuyg'usi bu kabi tashabbuslarning naqadar muhim ekanini yana bir bor tasdiqladi. Do'stlik, tinchlik va hamjihatlik bardavom bo'lsin.